Viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazida shifokorlar va klinik ordinatorlar uchun simptomatik arterial gipertenziya mavzusida o'quv seminari bo'lib o'tdi. Seminar davomida simptomatik arterial gipertenziyaning kelib chiqish sabablari, uning ikkilamchi shakllari hamda kasallikni erta aniqlashning ahamiyati haqida so'z yuritildi. Shuningdek, tashxis qo'yishning zamonaviy usullari, bemorlarni davolash jarayonida qo'llanilayotgan yangi yondashuvlar va samarali davolash choralariga alohida to'xtalib o'tildi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, arterial gipertenziya bugungi kunda keng tarqalgan kasalliklardan biri bo'lib, uni o'z vaqtida aniqlash va to'g'ri davolash yurak-qon tomir tizimi bilan bog'liq og'ir asoratlarning oldini olishda muhim ahamiyat kasb etadi. Vrachlarga bu simptomatik arterial gipertoniya, ya'ni bu narsa ko'p ishlaydi. Qon bosim deydi, aksariyat ko'pincha to'g'ri mahalda noto'g'ri ham davolab olishadi. Shu masalasi bo'yicha men yorug'lik kiritmoqchiman. Deb ularga yo'l yo'rini ko'rsatib, qanaqa davolash, qaysi paytda bu qon bosim kasalligi, qaysi paytda bu simptomatik gipertoniya haqida men tushuncha berishni mo'ljallab turibman. Gipertoniya va insultni asosiy vazifasi kasalligi asosida ko'pincha gipertoniya, davleniya ko'tarishi bilan boradi. Aksariyat ko'pchilik kasallar shuni o'z paytida dori-darmonni olmaydi, to'g'ri diagnoz qo'yilmaydi. Natijada oxirgi holatda shu insult bo'ladi yo infarkt bo'ladi. Mana shu hozir shuncha bu yerda men faqat kardiolog emas, butun vrachlarga taalluqli bo'lgan ma'ruzani ko'taryapman. Bu narsa o'ziga yarasha ma'lum bir miqdorda vazir oldida, prezident oldida qo'yilgan masalani hal qilishga yordam beradi degan fikrdaman. Seminarda shifokorlar o'zaro tajriba almashib, klinik amaliyotda uchrayotgan holatlar yuzasidan fikr-mulohazalarini bildirdilar. Mutaxassislarimizdan kelishidan maqsad og'ir kasallarni erta aniqlash va bemorlarga erta yordam berish maqsadida hamkorlikda bemorlarni ko'rib tibbiy ko'riklar o'tkazyapmiz. Seminar juda manfaatli bo'ldi. Kelajakda shu bemorlarimizga yordam berishda ko'p tushunchalarni, ko'p amaliy yordamlarni o'zimiz tushunib oldik. Bugungi seminardan olgan bilimlarimizni shu kelajakda shifokorlarimiz bilan birgalikda amaliyotga tatbiq qilamiz. Bunday o'quv seminarlar tibbiyot xodimlarining bilim va ko'nikmalarini yanada mustahkamlash, zamonaviy tibbiyot yutuqlarini amaliyotga tatbiq etish hamda aholiga ko'rsatilayotgan tibbiy xizmat sifatini oshirishga xizmat qilmoqda.